Chilonzor tumanida xavfsiz muhitni ta'minlash borasidagi tezkor profilaktik tadbirlar hamda xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilayotgan xizmat faoliyati o'z samarasini bermoqda. Joriy yilning 13-mart kuni Chilonzor tumani Xirmontepa mahallasi profilaktika inspektori kapitan Abdukarimov giyohvandlik moddalarini ichki ko'chalardagi yerga ko'mib yurgan 2 nafar shaxsni tekshirish maqsadida to'xtatgan. Biroq gumondor shaxslar xodimning qonuniy talabini bajarmasdan qochishga uringan. Mana qarashladik. Mana dorilar chiqqan. Osongasini tekshiramiz. Xolislarni ko'rsatsak, odam. Ko'rsating. Akalar ko'rsatib hech narsa qilmay. Somkasini ochyapmiz ana. Somkasini to'la mana, ichi to'la. Dori mana. Ko'rdingizmi? Hammani zaharlaydi. Ochyapti o'zi. Sherik qochib ketdilar. Skotchlari bor mana, ko'rdingizmi? Tarqatadi. Profilaktika inspektori narkokuryerlardan birini mahalla hududida to'xtatib, zararsizlantirgan hamda uning yonidagi sumkada 59 ta zip paketlarga qadoqlangan 295 dona pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlangan. Tezkor surishtiruv davomida qo'lga olingan shaxs mahalla hududidagi bir nechta nuqtalarga ko'mib qo'ygan va lokatsiya orqali belgilab ketgan dori vositalari ham ashyoviy dalil sifatida olindi. Mahallamizning 42-uyini yonida fuqarolar bilan profilaktik tadbirlarni amalga oshirayotgan vaqtimda 2 nafar fuqaro menda shubha uyg'otganligi sababli ularni to'xtatib, qayerda turishlari haqida ma'lumot so'raganimda ikki tarafga qarab qochib ketishdi. Men ularning bittasini orqasidan yugurib ushladim. Xolislar ishtirokida ularning yonini tekshirganimda 295 dona tabletkalar borligi aniqlandi va tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirib oldim. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirda narkokuryerning qochishga uringan sherigi Shayxontohur tumani hududida ushlandi. Uning yonida ham tarqatish uchun tayyorlab qo'yilgan 35 dona kuchli ta'sir qiluvchi kapsulalar borligi aniqlandi. Profilaktika inspektorining hushyorligi, xizmat vazifasiga sidqidildan yondoshganligi va eng muhimi, murakkab vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilganligi narkokuryerlar jamoasining faoliyatiga chek qo'ydi va yuzlab yoshlarni giyohvandlik balosidan saqlab qoldi. Kapitan Laziz Abdukarimovning ko'rsatgan jasorati inobatga olinib, Ichki ishlar vaziri tomonidan unga muddatidan oldin mayor maxsus unvoni topshirildi. Bilim, tajriba, ilmiy yondashuv va o'z vaqtida tezkor qaror qabul qilish ichki ishlar xodimi, ayniqsa mahalla profilaktika inspektorlarining doimiy hamrohi bo'lishi lozim. Hududlarda giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga chek qo'yish borasidagi tezkor profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda.